Tak, assalomu alaykum jigarlar, charchamayapsizlarmi, tinchmisizlar? Xo'p, bugungi videomiz kundalik tahlil 12 avgust va biz kundalik tahlil videosini boshlaymiz jigarlar. Xo'p, har doimgidek Forex Factory kalendarimizga qaraymiz. Bugun cho'zib o'tirmayman, tez gaplashamiz. 12 avgust 17:30 CPI bor ekan. Bilasizlar, CPIda savdo qilinmaydi bizda o'zi aslida, lekin istisno qiladigan taraflari bor. Ya'ni biz valyuta paralarida CPI, No Farm va FOMSda 3 ta yangiliklarda savdo qilmaymiz. Lekin degan tarafi bor. Agar Nasdaqda CPIdan keyin 9:30 Amerika vaqti bilan 9:30 bozor ochilgandan keyin, indeks bozori ochilgandan keyin biz aynan indekslarda, ya'ni NQda savdo qilamiz aynan mana shu kunlari. Discordda ham o'tirganlar ko'pchilik biladi, biz aynan CPI kunlari valyuta paralari tillada biz skip beramiz. Va bu nima uchun skip berishimiz haqida ham hozir aytib o'tib ketaman. Va Nasdaqda savdo qilamiz. Nasdaqda CPIdan, FOMS kuni savdo qilmaymiz. FOMSda chunki sababi 23:00 da aynan biz O'zbekiston vaqtida chiqqani uchun FOMSgacha bozor qotib qolishi mumkin. Lekin No Farm va CPI vaqtli chiqqani uchun undan keyin agar targetlarimiz qolsa, Nasdaqda biz targetlar tarafga qarab savdo qilsak bo'ladi. Discordda o'tirgan bo'llar buni juda ham yaxshi biladi. Lekin aynan valyuta paralarda savdo qilinmaydi. Nima uchun savdo qilinmaydi? Aynan texnik tahlilga bo'ysunmasligi mumkin. Bu bir. Ikkinchidan juda ham kuchli volatilность bo'lib ketishi mumkin va bizga teskari chiqadigan bo'lsa, aynan bu yangilik stoplarimizni ushlamasligi mumkin. Biz aynan ko'proq shaxsan o'zim anaqada proplarda savdo qilganim uchun общий kunlik prosatkani urib qo'yishi mumkin, ya'ni yangilikda stoplar ishlamasin. Bilasizlar, o'zi safety akkauntlarda bular uchun juda ham zo'r bahona bo'ladi. Aynan siz yangilikda savdo qilishingiz va ularga sizga teskari chiqsa, bular umuman stopni sizga ushlab bermaydi. Va o'zimda bo'lgan kes aynan The Five Firstda savdo qilayotganimda, London Keyzonda CPIda, aniq esimda, CPIda savdo qilgan paytimda London Keyzonda ochilgan сделкам aynan CPI chiqishidan oldin 1% foyda bilan bezibitkaga qo'yib qo'ygan сделкамda menga teskari chiqqan CPI va u 1% bezibitka tugul CPI to qayergacha yangilik otgan bo'lsa, short pozitsiyada edim, aniq esimda, tillada edi. Va bu CPI o'sha qayergacha chiqqan bo'lsa, o'sha yergacha stopimni bezib bitganimni surib borib yopgan edi va meni katta minusga olib kirib tashlagan edi. 1% plyusda turgan bezib bitgani va u juda ham pastda edi. 2,5% foyda turgan edi va men o'zim tavakkal qildim. CPI men tomonga chiqadigan bo'lsa, men boyib ketaman degan anaqada edi va menga teskari chiqib, bu xullas mana shunaqa narsa. CPI, FOMC va No Farm kunlari biz savdo qilmaymiz. Aynan valyuta paralarga kelinglar. Bugun nimalar kutsak bo'ladi? Dollar indeksiga olib qaraydigan bo'lsak, oylik time frame'da o'sha aytgan FVG va order blokdan turibdi va tepada biz premiumdan FVG chiqishimiz kerak. Bu haqda juda ham ko'p gaplashdik va ertaga aynan ertadan yaxshi harakatlarni kutyapman va keyingi haftadan o'zi kanalimda ham aytgan edim. Так что shu avgust boshida 2 hafta biz valyuta paralarida qotib qolamiz degan edim va 15-avgustdan keyin yaxshi harakatlar boshlanadi degan edim va bu mana o'zi spotini ko'ryapsizlar. 2-hafta ketyapti, oyning 2-haftasi va 4 soat time frame ga olaylik-da, mana anchadan beri mana narx siqilib turibdi, mana narx siqilib turibdi. 4 soat time frame da o'zi ko'rsalaring bo'ladi. Va tepada weekly FVG bor, ikkita targetim bor, DXYda pastda ham
zo'r sell saytlar turibdi. Lekin bugun na unisiga, na bunisiga hujum qilish niyatim yo'q. Aytganimdek, CPI bo'lgani uchun va ertandan yaxshi harakatlarni plan qilyapman aynan dollarda va valyutalarda. Bugun 100% men uchun bu valyuta paralari va dollar indeksi voy dollar indeksi va valyuta paralarida va tillada skip bermoqchiman bolalar, ya'ni ishlamoqchi emasman. Tak, bitta narsani bilish kerak bolalar, bozorda biz kutishni bilishimiz kerak. Bozor har kuni ham sizga imkoniyat bermaydi. Bu haqda juda ham ko'p aytganman. Telegram kanalimda ham aytganman. Aytgandek, Telegram kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, siz bu videoni endi ko'rayotgan bo'lsangiz, Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalda kunlik ideyalar, foydali nima bo'lsa, shu tradingga aloqador foydali nima bo'lsa, doim Telegram kanaliga muntazam ulashib boraman. O'shaning uchun Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar jigarlar. Xo'p, dollar indeksini va valyuta paralarini biz skip qiladigan bo'lsak, mana skip qiladigan bo'lsak, mana bu harakat 4 soat time frame ko'ryapsiz, juda ham xunuk harakat. Juda ham kompressiya bilan tushib kelyapti. O'zi kecha Telegram kanaliga ham, Instagramga ham aytgandim, PVH aktual deb. PVH dan keyin sell side weekly FVI ga narxni olib tushamiz degandim. Mana bunaqa holat. Endi ko'ramiz. Agar CPI tepaga otsa, ertaga balkim weekly FVI ga ishlarimiz. Buni ertaga, bugun CPI dan keyin hal qilamiz. CPI tepaga otib berishi mumkin. Bugun narx qotishi mumkin. Ertaga agar haftalik high yasagan bo'lsa, haftalik high, shu bilan biz nima qilamiz? 2 kun, ya'ni payshanba, juma weekly FVI ga tushib, shu bilan haftani yopsak bo'ladi. Mana shu haftada bir dona yaxshi izlayotgan ham sizni bemalol daromadli trader ga olib chiqa oladi. Har kuni ham savdo qilish shart emas yigitlar. Keyin tillaga oladigan bo'lsak, mana daily ko'pchilik kecha Discordda o'tirganimizda ham tillada o'qilamiz, bu qilamiz. Yo'q, tillada bolalar. Eslaringda bo'lsa, oylik time frame'da mana bu FVI ga chiqquncha narx mana bu yerda turadi. Yangi oy ochilganda avgust boshida men bunga kundalik tahlil videosida aytgandim. Oylik time frame'dagi FVI ga chiqquncha zo'r tilla deb. Ana endi siz buni qayerga ishlaysiz? Mana target yo'q mana. Shuning uchun kutishimiz kerak, qanaqadir buy side yoki sell side yasalishini kutishimiz kerak bo'ladi bolalar. Mana bu holat juda ham xunuk holat. Nasdaq. Oba. Tak, Nasdaq. Daily ga olamiz. Daily time frame. Tak. Hop, mana. Tak. Daily. Kelinglar ochib tashlaymiz. Xo'sh, nima bo'lyapti dailyda? Biz juda ham zo'r IFV'dan reaksiya ko'rdik va bizga shu bilan nima ATH target, mana ATHni bemalol target sifatida olsak bo'ladi. Endi xo'p, kecha men FVGdan buy yurish kerak edi. Biz Discordda bolalar bilan bitta stop oldik. Bizning targetimiz mana bu high edi. Mana buy side edi. Men kunlik mana katta qilaylik. Kunlik FVGdan reaksiya ko'rdik. Mana bu candle Aziyada kunlik FVGdan reaksiya olib yurishni boshlaganda biz bitta pozitsiya olib ko'rdik, stop oldik. Shu bilan savdoni to'xtatdik bolalar. Bugun hozir juda ham qiyin. Mana chunki biz nima qildik? FVGdan pastga yopilib qoldik. Katta ehtimol bilan pastga tushib ketishi ham mumkin, tepaga chiqib ketishi ham mumkin. Ana endi biz bu narsani nima qilamiz? Balki mana bunaqa narsa ham bo'lishi mumkin. Mana PDL dan keyin biz anaqaga yurib olishimiz mumkin. Mana buni buy side qilib turib oladigan bo'lsak, mana buy side gacha ham yurishimiz mumkin. Mana CPI pastga otib bersa, balkim CPI dan keyin biz Discordda jonli savdoda bugun xudo xolasa long pozitsiyani harakat qilib ko'ramiz. Lekin Nasdaqda faqat long qaragan bo'lardim. ATHgacha mana likviditlar zo'r turibdi. Daily IFVdan zo'r reaksiya oldik. Faqat long qaragan bo'lar edim.
Jigarlar, bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim mana shundan iborat. Cho'zilib ketmasin video. Bu videoga kundalik tahlil videosiga ozgina bo'lsa ham sizga foydasi tekkan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar jigarlar. Xursand bo'lardim. Sog' bo'linglar. Hafta barokatli bo'lsin.